2022-yil 4-dekabr va nihoyat mana 18-misolga yetib keldik. Mana shunaqa bir tengsizlik berilgan ekanda, tengsizlikni yeching debdi. Qarang. Ko'plar buni uytib nimalardir qilib yotadi. Hech kim o'rgatmagan usulda o'rgataman, qarang. Biz birinchi bitta sonlar o'qini chizib olamiz buni. X o'q. Tasavvur. Endi belgilab olamiz. Bu degan 0 ga tenglasak, x'imiz -1 degan, to'g'ri? Mana -1. Hop, -1imiz kirmaydi. Chunki -1da matematik ma'noga ega bo'lmay qoladi. Mana buni yetsak endi qarang. 4 - x kvadratni 0 ga tenglaymiz. Demak, bundan kelib chiqadiki, x'imiz bitta qiymat 2 ga, bitta qiymat -2 ga teng kelib chiqadi. Endi shular belgilab olaman. Bittasini bo'lgan ekan mana bu yerda kiradi -2. Keyingisi ham kiradi mana 2. Endi mana shunaqa davom ettirib olaman mana. 3 mana ketdi. Endi qarang. 2 dan katta sonni qo'ysam, 2 dan masalan 3 qo'ying. 3 qo'ysam mana bu ildiz ostidagi ifoda nima bo'lib qoladi? Manfiy bo'lib qoladi. Unda ma'noga ega emas bo'ladi. Ma'noga ega emas. Keyingisi -1 bilan 2 oraliq qaraylik. 1 qo'yib ko'rsak, bu musbat, bu ham musbat. Demak, plus ketdi mana. Keyingisi -2 bilan -1 oralig'ida sonni qo'yib ko'rsak, -1,5 ni qo'ysak, bu musbat, bu esa manfiy. Demak, minus mana. -2 dan katta son qo'yadigan bo'lsak, mana bu izohda yana manfiy bo'lib qoladi. Demak, yana ma'noga ega emas. Endi bizda qanaqani so'rayapti? Musbat bo'lgan joyini so'rayapti. Musbat bo'lgani mana -1 dan 2 gacha ekan. Demak, javobni olishimiz kerak bo'ladi. -1 kirmaydi. -1 dan 2 gacha ekan. 2 ham kiradi. Ha, bo'ldi, mana shunaqa ekan deb olib ketish kerak emas. -2 ham nima bo'layotgandi? -2 ham kirayotgandi yechimga. -2 ni qo'ysak 0 bo'ladi. 0 katta yoki 0 deb qanoatlantiradi. Shuni davomiga qo'shib qo'yishimiz kerak ekan. Nimani keyin? -2 ni ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Demak, mana shunaqa javob to'g'ri bo'ladi. Javoblarga qaraydigan bo'lsak, D javobga mos kelar ekan. Shu bilan mana 18-misolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.